ustoz Shayx Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon hazratlari dindor oilada dunyoga kelgan ekanlar. Otalari Eshon Boboxon hazratlari ilk diniy ilmni o'zlari bergan bo'lsalar, ana undan keyin 7 yoshlarida Toshkentdagi Tahfizul Qur'on madrasasiga kirib, 13 yoshlarida Qur'onni to'liq yodlagan ekanlar. Shundoq bir darajalarga ega bo'lgan ekanlar. O'sha paytlar kommunistik mafkura o'zini siyosatni yurg'izib turgan og'ir bir davrlar bo'lgan ekan, og'ir bir siyosat bo'lgan. Ya'ni otalari Eshon Boboxon hazratlari ham o'zlariga xos qiyin bir yo'llarni, qiyin sinovlarni boshdan kechirgan zot bo'lgan ekanlar. 42-yili Stalin bilan uchrashuv bo'lganligi, uchrashib kelganlaridan keyin masjidlarning ochilishiga bir ruxsat olganliklari, diniy ta'limni yo'lga qo'yish to'g'risida, imom domlalarimizni faoliyatini yo'lga qo'yish to'g'risida maxsus bir ruxsat olingandan keyin 43-yili 20-aprel kuni qurultoy bo'lib o'tgan ekan. Ana shu qurultoyda diniy idorani hay'at a'zolari saylangan ekan. Ana o'shanda Ziyovuddinxon Eshon Boboxon hazratlari O'zbekistonning qozi sifatida faoliyatni boshlagan ekanlar. Endi bu faoliyatni boshlash davrida o'ziga xos bir og'ir davrlarni boshdan kechirganliklari, otalari Alloh rahmat qilsin, marhum muftiy Eshon Boboxon hazratlari 1957-yili 97 yoshlarida, tabarruk yoshlarida dunyodan rihlat qilgan ekanlar.